Yeriling taşım. Bar ishken, yo'q ishken, och ishken, to'q ishken. Qadimki zamonda Taklimakon nomliq bir yurt bo'lgan ekan. O yurtning chetida, tong barangliq hovlida Mashrab ismli ishchan, mo'min bir kishi yashagan ekan. Uning ikki qizi bo'lib, cho'ng Behalcham 5 yoshga, kichik Maryam 3 yoshga to'lgan kunlarning birida xotini o'lib ketibdi. Ota qizlarning yig'isiga chidamay bir cho'konga o'ylinibdi. Cho'konning burunqi eridan 7 yoshlik bir o'g'il bolasi bor ekan. Uni billa elib kelibdi. Kunlardan kunlar, oylardan oylar o'tibdi. Cho'kon qizlarni yomon ko'rib, o'rgaylab, nonning ko'yigini, oshning suyuqini berib beqibdi. O'g'liga yemay yegizib, kiymay kugizibdi. Shundaqdimi qizlar ishchan, ziyrak, pokiz. O'g'il, o'rin, laqva yuzini ayda bir yumaydigan bo'lib cho'ng bo'pti. Balalar balog'atga yetibdi. Qizlarning loyiqlari har qachon tayyor ekan. O'g'ilga bo'lsa, anasi makkor, balasi aybkor deyishib, hech kim qiz bera olmabdi. Cho'konning beshi qatibdi. U yon o'ylanib, bu yon o'ylanib, yilqi o'gay qizlarni esiga olibdi. "Voy, menga qaranglar!" debdi Cho'kon Mashrabning peshini tortib. "Kelin izlab yurguncha, cho'ng qizimizni o'g'limizga nikoh qildirib qo'ymaylimi?" "Kelmaydi rava, qilmag'in dava", debdi Mashrab xafa bo'lib. Cho'kon chalvaqib. "Shundaqmidi? Undaq bo'lsa, mendan ranjima", debla qing'iraqni qo'liga olibdi. Mashrab noiloj xotinining gapiga ko'nibdi. Cho'kon to'y tayyorligiga tutish qilibdi. Uyda bo'layotgan suhbat, jangi jidaldan Mashrabning kichik qizi Maryam anglab qolgan ekan. Achisiga xabar yetkazibdi. Achisi yig'lab qaqshabdi. "Ni at, ni nomus, menga akamni tangan anam degan binomus", deb zarlanibdi. Qechib ketish niyatiga kelib, fursat kutibdi. Ana ko'z quloq bo'layotganlikdan uydan chiqolmabdi. Oxiri "Suv akiray", deb puchuq qapoqni yutib, eshikdan chiqib olibdi. Chiqibdi-da, beshi qaygan, puti taygan yoqlarga mengibdi. Mengibdi. Cho'l jaziralardan o'tib, bir tog'ga berib qolibdi. Aytishlariga qaraganda, bu tog' osmonga sho'ta, zaminga yo't bo'lg'idek hayvat ekan. Qizning tog'dan olqib o'tishga ko'zi yetmabdi. Oxiri gumbazdek qurab toshning qishig'i berib, muni nazmini o'qib, ko'z yeshini to'kibdi. "Yeriling taşım, yeriling, men içinge kirib olay. Yo'qdir menga bu olamda senden o'zga panoh joy. Beshimga tushgan ul darddan panohingda xoli bo'lay." Toshning rahimi kelib, vakkida yerilibdi. Qiz toshning ichiga kirib olibdi. Tosh qizni bag'riga olgandan keyin cho'plashibdi. Endi gapni qizning uyidagilardan anglaymiz. Cho'kon to'y tayyorligini bitkizib, yurt, al-mahalla, imom ma'zillarni to'yga taklif qilibdi. Jamoat yig'ilibdi. Ammo qiz shu chaqqicha ko'l bo'yidan qaytib kelmabdi. Cho'kon Mashrabni uydan qo'g'lab, "Qizingni tepib kel", debdi. "Ma'qul xotin", debdi Mashrab va xotiniga bilindirmay oz-poz yemaklik ilib yo'lga chiqibdi. Ko'l bo'yiga beribdi. Topolmabdi. Orqasiga yenib iz qo'g'lab mengibdi. Manga qoram tosh tubida to'xtabdi. Tosh yerilib cho'plashganda qizning bir o'rimchichining uchi sirtda qolgan ekan. Mashrab ishning tegiga yetib, toshga qarab murojaat qildi. "Yeriling taşım, yeriling, men qizimni ko'rib olay. Yurak bag'rimga tingib olay. Bir qo'limda
çay ekeldim. Bir kolumda bir desti nan. Derqam durup berip alay. Kız tatısının nalısını anlap iç ağrıtıptı. Yığlap köz yaşı qıptı. Amma toy esiga düşüp taşqı depti. Yerilmang taşım yerilmang. Bir opdan saqaydı başım. Men dadamni görmeymen. Yürek bağrımga tağmaymen. Burun idi öz dadam. Ämdi bular kıyın adam. Taş yerilmaptı. Dada ah urup taş düğde bir pes turup kaptı. Mihmallar ahvaldan haber tepipti. Çokan açıklap peş uruptu. Taqqı qarap yol saptı. Çokan taqqı yetip berip. Yerling taşım yerling, men kızımni körüp alay. Yürek bağrımga tıngıp alay. Elip berip oğlumga onu hizmetimge selip alay. Dep yalğandın muңlanıptı. Kız öygey anısının digenlerini anlap gazaptın mundaq depti. Yerilmang taşım yerilmang, tinich yetip alay bir zaman. Yoxdur maňa hiç bir howluk, onun aldıda her zaman. Burun idi öygey anam, ämdi bulgusy kıyna anam. Taş yerilmaptı. Çokan kızını tillap, taşni qargap ketipdi. Oğul kepti ve taşqa qarap depti. Yerling taşım yerling, men singlimni körüp alay. Yürek bağrımga tıngıp alay. Elip ketip onu öyge, nikayımga elip alay. Kız aksının kelgenligini bilip taşqa yalıvurup. Yerilmang taşım yerilmang, men akamni görmeymen. Yürek bağrımga tağmaymen. Burun idi can çekirim. Ämdi bolmakçı küyerim. Depti. Taş yerilmaptı. Aka taşqı telmeripti. Kızның çeçini tartıp yalvurup bir pes yığlap ketip qaptı. Bu Meryem açsığı çedemaydiken. Bu halcem sınglısının gımy deyişken. Şundaq turganda bu Meryem ahvalını okup tağını istep tepipti. Taşqa yüzünü sürkep munun nazmini okuptu. Yerling taşım yerling, men acamni körüp alay. Yetim biçare acamni yürek bağrımga teňip alay. Hemra bulup can acamga, yiraqlarga ketip alay. Sınglısının muňlary acısının yüregiga yetipdi. Ac hoş bulup. Yerling taşım yerling, men singlimni körüp alay. Qalğan idi birle özü, yürek bağrımga teňip alay. Elip kuçuqımga onu didarıga qıynyp alay. Depdi. Taş vakkidi yerilipdi. Bir halcam çıkıp singlisy bu Meryem bilen görüşüp, kucaklaşıp, yığılışıpdı. Taşqa rahmet etip, hoşlaşıpdı. Yurtini taşlap, tağ boylap ketişipdi. Ketip etip bir daraxtzarlıqqa berip qapdı. Daraxtlıqda bir kölçek bar işken. Ussap çanqıgan bu Meryem su içmek bopdu. Sudun böğrünün edikilediken. Acısı tosup. İçme singlim pusuni, kirgin mening kepimge. Ötsü gelingdin bir yutum, aylanysan böğrüge. Depdi. Bu Meryem maqul dep yolga ravan bopdu. Aç singil näge berip, näde turishini bilmeydiken. İş qilip, gün chiqishga qarab, 7-2 gündüz meňep, yana bir kölçek buyuğa yetipdi. Bu Meryem hoş bulup, açsıdan sorapdı. Bu suni içsem bulamdı aca. Sudun tülkinin yedigilediken. İçme singlim bu suni, kir acağının kepige. İçsen onu navada, aylanysan tülkige. Depdi bu halcam. Bu Meryem suğu qarapdı. Tülki görünmepdi. İçide, acam
ichtarlik qilvatamdu nima deb o'ylabdi. Shundaqdimi levini sho'rab mengiyveribdi. Manga yana bir buloq bo'yig'i berib qapti. Buloq suyini ichgan odam kiyikka aylanib qoldi ekan. Acha ahvolni aytib to'sibdi. Bu Maryam, ma'qul acha, ichmayman deb qo'yib, achisining keynidan yuribdi. U aslida achisiga to'ydirmay bir pay kashini buloq bo'yida qoldirib ketgan ekan. Biroz maqandan keyin "Voy, kashim yo'lda tushib qapti" deb orqasiga yenibdi-da, buloq bo'yig' berib, qong'uchi suv ichibdi. Ichibdi-yu, kiyik bo'lib qapti. Yig'labdi, qaqshabdi, o'rniga kelmabdi. Oxir buloq beshidan ayrilibdi. Bu xaljam xili bir yerga berib, orqasiga qarsa, bir sur kiyik agishib kelayotgandek. Uning og'zida bir pay kash sangilab turgandek. Acha ahvolni tushunib, ko'z yosh qipti. Kiyik bu xaljamning oyoqlariga o'zini sirkab yelinibdi. Acha singil shu tariqada ura yo'lni davomlashtiribdi. Yo'lda ularga pokiz buloq suvi uchrabdi. Ular pokiz suvdan ichib, puchuq qapoqni suv to'ldiribdi. O'rmonliq tugabdi. Dasht bayovan boshlanibdi. Bu haljam kiyik singlisini yetlab, bo'ynini qisib, qapoqini to'lisiq isib ketayotgan ekan. Oldidan ovchilar chiqib kelibdi. Ular podshoh va uning navkarlari ekan. Podshoh qizning oldida to'xtab, "Hey sohib Jamol qiz, 5 kun ovda yurib, hech nima uchirta olmadim. Seni Xudo yetkizdi. Kiyikingni menga bergin. Quruq qo'l qaytmayman shaharga. Tegishsangmi mayli bebaho go'harga" debdi. Bu haljam bu gapni anglab, yig'labdi. Kiyikning beshini silab, tizilib yolvoribdi. "Hey hazratim, podshohi olam, sultoni Kerem, bilsangiz bu mening singlim bo'ladi. Rahim qiling, sizga bordir har amal. Talabingizdan keching, bizni qilmay malol." Podshoh hayron bo'lib so'rabdi. "Bu nima deganing?" bu haljam. "Hey podshoh, siz so'rimsangiz, men aytmasam bo'ladi." "Hayır, bo'pti" deb peshidan o'tganlarni bir-birlab so'zlab beribdi. Podshohning tili erib, talabidan kechibdi. Qiz salom berib, enishganda dumbisidagi qapoqdan suv to'kilgan ekan. Podshoh xush bo'lib murojaat qilibdi. "Hey yetim qiz, 3 kundan beri suvsiz biz. Suyingdan bersang bir qo'shiq, talpim yo'q, buningdan o'shiq." "Sultoni Kerem, lavzingiz qolmasin yerim, iching mana qong'ucha" deb bir oyoq suv tanglabdi qiz. Podshoh ishtaha bilan sumbirgili turganda, "Hey podshohi olam, to'xtang, kelingizga yilon kirib ketib bordi" debdi qiz. Podshoh qarsa, suvda hech nima ko'rinmabdi. Hayron bo'lib, "Qani yilon?" deb so'rabdi. Qiz kulib ketib, "Menga shundoq ko'ringan o'xshaydi" deb javob beribdi. "Endi ichsangiz bo'ladi." Podshoh oyoqni ko'tarib, g'o'r-g'o'r 3 yutum suv ichgan ekan, qiz to'sib debdi. "To'xtang podshoh, kelingizga qurt kirib ketib bordi." Podshoh to'xtabdi. Suvda biror narsa ko'rinmagandan keyin kayib ketibdi. "Suvni o'z qo'ling bilan berib, birdan mundoq deysan. Suvga qarsam, sen degan nimalar yo'q. Meni nimancha ahmoq qilasan?" Qiz kulibdi. Kulib turib so'rabdi. "Boya suv ichmagili 3 kun bo'ldi dedingiz. Shu gapingiz rostmi?" "Azbirayi Xudo, rost" debdi podshoh qasam ichib. "Undaq bo'lsa, anglang" debdi qiz.
ussiz qalgan odamning o'pkisi qurib, yuragi qo'rlab qoladi. Bundaq chaqda sudan peshin ko'tarolmay, biroqlicha qichiversa, o'pkiga suv tushidi. Yurak yerilib, odam o'ladi. Suni tinib aldirmay ishganda, o'pka, yurak bir boshdan yashirib boradi-da, hayot qoladi. Bilsangiz, ey podshoyi olam, men sizning yosh jiningizni deb shundoq degan edim. Endi qolganini ichivering. Podsho qizning chechan ziyrakligiga qoyil bo'lib rahmat aytibdi. Suning qaldisini ichib etib, o'z chitir bargohiga qaytib ketibdi. Vazirlar bo'lgan voqeani anglab, podshoga mundaq maslahat beribdi. Podshoyi olam, 4 xotinlardan biri farzand ko'rmadilar. Bundaq o'tib ketishga bo'lmas, bu dunyodan timtoz. Biz aşı qizni o'zlariga loyiq topdik. Amirlarga alsıla, tug'ib bersa, ajab emas. Aslida podsho bu xalchamning husn jamolini ko'rib, oshiq beqaror bo'lgan. Ahliga suyingan ekan. Vazirlarning maslahati uning kutgan yeridan chiqibdi. Podsho ularga in'om berib, qizni oldirib ketdi. Ve bu xalchamning roziligini olgandan keyin o'rniga qaytib 40 kecha kunduz to'y tomosha o'tkazib amirga olibdi. Kunlardan bir kuni qiz qursoq ko'taribdi. Podshoning cho'ng xotinlari turolmay qolibdi. Tug'ib bersa bu chapoq, bizning ishimiz chatoq deyishibdi. Qizning oy kuni yaqinlashganda boshlarni tarab qo'yli xinim deb ko'l bo'yiga elib chiqib, ko'lga ishtirib o'tibdi. Shu kunlarda podsho shikarlashgan. Qaytib kelib, udul kichik xotinni bu xalcham turishli qasrga kirsa, kelinzaklar yig'ilishib o'ltirg'udek. Podsho nimish bo'lganligini bilolmay so'rabdi. "Ey kelinzaklar, nimaga yig'laysizlar?" "Etishdan qo'rqimiz, bir qo'sh qinimizdan kesdilar," debdi kelinzaklar yerni so'yib. "Kechdim," debdi podsho. "Buningdan 3 kun burun," deyishibdi xotinlar. "Cho'ng xinim, podshoning kelar vaqti bo'ldi. O'rnini yasab chaptunib, yo'lga payandoz silib qo'yinglar," dedi. "Ishni tugatib kirsak, kichik xinim yo'q. Anglasak, charbaqqa sayliga chiqib, ko'l bo'yida tomosha qilgan ekan. Loyiga tayilib, ko'lga tushib ketib, cho'kib ketibdi." Podsho bu gapni anglab, hoshini yo'qotibdi. Bir ozdan keyin ko'zini ichib, ko'l bo'yiga borsa, kiyik ko'l levida suvga qarab yig'lab o'ltirgudek. Kiyik podshoni ko'rib, oyoqlarga o'zini surkabdi. Bir o'rniga, bir ko'lga qarab, ko'z yashini to'kibdi. Shuningdan keyin podsho har kuni ko'l bo'yiga kelib turar ekan. Kiyikmi podsho qishida paydo bo'lar ekan. Buningdan podshoning cho'ng xotinlari vahimaga tushibdi-da, bir kuni kusuldashib olgandan keyin birsi og'rib qolgan bo'lib yetyapti. Bu 4 xotini ichida podsho yaxshi ko'radigan ishkan. Shahardagi namdor tabiblarni chaqirib, tomirini tutqizibdi. Dori yozib, shifo o'qitibdi. Jinning qasdi shaptoldi bo'lg'ashqa, xotin midirlamay yetaveribdi. Podsho qayg'urib, o'z kelib so'rabdi. "Sana nim payda qilg'udak jinim xotin? Ko'ngling xoligan aytqin. Arishda bo'lsa, ap tushay. Tahti arsada bo'lsa, ap chiqay." "Ah podshoyim, menga bog'dagi kiyikning yuragi kerak. Shuni yesam, hozirla saqayib ketaman. Tushimga ayon bo'lg'ini ana shu," debdi xotin. "Voy, tayinliq shumidi?" debdi podsho. "Undaq bo'lsa, tuptur," debdi-da, qassobga kiyikni o'ldirishni buyuribdi. Qassob kiyikni bog'da o'tlayotgan yerdan tutib kelib, put-qo'lini tushabdi. Podsho kiyikning yuragini boshqa birisi elib olmasin deb
doğgan qışığı kelgen iken, kiyik padişahını görüp bir dil zuvanağa kepti. "Hey ulug' çayım, bir arzoyum var. Etip algandan keyin öldürsiңiz" depdiken padişah. "Qani et, aval anlap baqay. Nim demekçisen?" dep so'rapti. "Bichara ocham bilan xayrlashvasam, ijozat bersiңiz" depdi kiyik. "O'lik bilan qandoq ko'rishalaysan?" depdi padişah. "Yo'q, u hayot" deb javob beribdi. "Nada?" deb so'rabdi padişah. "Ko'lning ostida" depdi kiyik. "Bo'pti, barsan bar, tez bo'l" deb ruxsat qildi padişah. Qassob kiyikning put-qo'llarini bo'shatibdi. Kiyik o'ynaqshib ko'l bo'yiga yuguribdi. Aslida Bexaljam qasddan bilan ko'lga ishtirib o'tilgandan keyin bir oqsoqol buvay ko'l ostida paydo bo'lib, uni suv ostidagi o'jirga elib kirib, yotqizib qo'ygan ekan. Bu buvay Xizr ekan. Bexaljam o'sha kelishiga to'lg'oq tutib, qo'shkizak o'g'il tug'ibdi. 3-kuni Yilqi buvay paydo bo'lib, birisining ismini Hasan, birisining ismini Husan qo'yibdi. Buvayga agishib kirgan oltin bosh mo'may buvoqlarni 2 bo'shikka bo'libdi. Andin buvay bilan mo'may: "Balam, har kim qilsa o'ziga qiladi. Sangam xudoyim bor. Balalaringga obdan qirg'in" debla g'oyib bo'ldi. Bu ishlarni kiyik aylangan bu Maryam bilib turgan ekan. Har kuni ko'l bo'yiga borganda ajisining sho'lisini ko'rib turgan ekan. Kiyik yugurganicha ko'l bo'yiga berib, suvga qarab yig'lab muni nazmini o'qibdi. "Yemek uchun chaddal qeyri ishlatdi shaqi yili. Put-qo'llarim tushaldi, bildingmi sen jon ocha. Qing'iriq pichoq belandi, ajal menga yuzlandi. Chiqamsina jon ocha." Bexaljam singlisining muңlarini anglab, ichi og'ritib yig'labdi. Yig'lab turib, mundaq javob qaytaribdi: "Ah ukam, abboq ukam, angla mening so'zimni. O'ng yonimda oltin beshik, so'l yonimda kumush beshik. O'ngshab darrov o'zimni, chiqolmasman jon ukam." Padişah nim ishlarning bo'lganligini bilmak bo'lib, kiyik orqasidan ko'l bo'yiga kelgan ekan. Ach singilning nazmlarini anglab, yurak bag'ri pari bo'libdi-da, yiqilibdi. Mulozimlar doğru ish kuzib, hushiga keltiribdi. Padişah vazirlariga: "Ko'lning suyini chiqaringlar" deb amr qilibdi. Ko'lning suyini chiqaribdi. Ko'l yuzi ochilibdi. Qarasa, Bexaljam 2 bo'shikni qo'ltig'iga qisib, ko'lning ostida turg'dak. Bexaljam ko'ldan chiqib, singlisi bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Bu Maryam ajisining quchoqidan ajrab odamga o'zgarib, avval qaltiga keldi. Padişahmu xotini va qo'shmoqlarini bag'riga ilib, ko'z yosh qildi. Andin: "Bu nemish? Aytinglarchi?" deb so'rabdi. Aj singil bo'lgan voqealarni boshdan oxiri so'zlab beribdi. 4 xotinning qilmishlari do'ngga chiqibdi. Buni anglagan xaloyiq tova deyishib yaqinlarni tutishibdi. Padişah g'azabi kelib: "Jallod!" deb varqirabdi ekan 2 jallod. "Xo'p, taqsir, nima amallar borkan?" deb tik turibdi. 4 xotinning kallasini al. Jallodlar qilichlarini parqatib o'rtaga chepibdi. Padişah amrini bajo keltiribdi. O'rda tinchlanibdi. Padişah qolgan umrni Bexaljam bilan o'tkazibdi. Bu Maryamni o'z qasrida qoldirib, kelinsaklarining boshlig'i qildi. Aj singil ana shundoq kunlardan keyin yo'riqlikqa chiqib, dadisini qaytirib kelib,
çarpaqqa o'rinlashtiribdi.